Shifokorning ayoli zerikdi va zerikishda nima qilishni bilmay bog'bon bilan o'z homilasiga urug' ekadi. Ammo oxiri yaxshilik bilan tugamadi. Video boshlanishida oldin like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Когда ты видел ее в последний раз? Stella Rafael o'g'li Charlie va eri Max bilan yangi uyga ko'chib keladi. Chunki Max psixiatr bo'lgani uchun mahalliy shifoxonaga ishga taklif qilingan. Ayol uyni ko'zdan kechirib xarobasi chiqib yotgan bog'ni o'chiratdi va eri bu yerni xotini uchun gullatib bermoqchi. Ertalab klinika direktori Jack Stephen barchani yangi bosh shifokor Max bilan tanishtiradi. Birozdan so'ng boshqa shifokor Peter Cliff kelib Stella bilan tanishib qoldi. Cliff klinikada shifokor bo'lib ishlar ekan va ayolga qandaydir muammong bo'lsa, qabulimga kel tekshirib qo'yaman deydi. Max xotinidan Cliffdan uzoqroq yurishini so'radi, chunki u qarat akani shu yoshgacha ko'rmagan teshigi qolmagan. Tez orada Stella chidab bo'lmas darajada zerikishni boshlaydi, chunki uyda barcha ishni xizmatkorlar qiladi. Stellaning vazifasi esa u yoqdan bu yoqqa osiltirib yurish. U nima qilishni bilmay bog'dorchilik qila boshlaydi va bir kuni o'g'li uni issiqxonani ta'minlayotgan Edgar ismli odam bilan tanishtiradi. Maxning so'zlariga ko'ra Edgar sobiq haykaltarosh va shu bilan birgalikda doktor Cliffning bemori. U terapiya vaqtida ishlash uchun shifoxonadan ruxsat olgan. Ertasi kuni Stellaning o'zi u bilan tanishishga qaror qildi va undan shuni bilib oldiki, erkak o'z xotinini o'ldirgan va 6 yildan beri davolanmoqda. Ertasi kuni Edgar daraxtdan yiqilib boshi yorilgan Charlie'ni uyga olib keldi. Stella unga minnatdorchilik bildirib va ular o'rtasida nimadirlar paydo bo'ldi. Kechqurun mahalla bazmi boshlandi va Edgar Stellani raqsga taklif qilib, ular raqs tushar ekan ko'zi bilan bir-birini yechintirib tashladi. Ertasi kuni Edgar Stellaga raqs tushgani uchun minnatdorchilik sifatida gullar beradi va ayolni ham chidab bo'lmas darajada hirslari uyg'ondi. Shundan so'ng xonasiga kirib labini bo'yaydi va yarmi ochiq ko'ylagini kiyib issiqxonaga bordi. Edgar uni bu kiyimda ko'rib chidab tura olmasdan asbobini qo'liga olib randalab qo'ydi. Shu kundan boshlab ular har kuni birga bo'lib issiqxonani ham xatoxona qilib yuborishdi. Bir necha kundan so'ng Maxning onasi mehmonga keldi va kampir ko'chaga chiqib ketganda Edgar fursatdan foydalanib Stella bilan uning xonasida don olishmoqda. Lekin kampir pul qolib ketgani uchun uyga qaytganda Edgar undan bir amallab yashirindi-yu, lekin Charlie uni tursigini ko'tarib qochayotganini ko'rib qoladi. Momasi nevarasini olib yana mashinada bozor ketayotganda Charlie momasiga onasini yotog'idan erkak chiqib kelganini chaqimchilab berdi va shu paytda Edgar mashinaning yuk xonasidan tushib yashirinib oladi. Do'stlar, videoni shu joyda to'xtatib like bosib qo'ying, chunki faqat shu yo'l bilan mehnatimni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Like'lar soni qanchalik ko'p bo'lsa, kanalda chiqayotgan videolar soni ham ko'payadi. Sizning esa 1 sekundgina vaqtingiz ketadi xolos. Like'lar uchun rahmat. Edgar shunday qilib bir amallab shifoxonadan qochdi. Stella esa o'g'liga o'zini oqlash uchun Edgar amaking bilan shunchaki xonamda xola-xola o'ynayotgandek deb aldaydi. Edgar shu bahona shifoxonadan bir amallab qochdi. Doktor Cliff esa uning qochganiga Stellani aloqador deb o'ylamoqda. Bir kuni Rafaellar xonadoniga qo'ng'iroq bo'ladi va Stella oyog'ini qo'liga olib shahar tomon yo'l oldi va u yerda bir paytlar Edgarning xizmatkori bo'lgan Nick bilan uchrashdi. Nick ayolni tashlandiq uyga Edgarning yoniga olib keldi va ikkisini ham ko'zi qonga to'lgan ekan joy tanlab o'tirishmadi. Kechqurun Stella eriga o'ziga mos ko'ylak topa olmaganini aytib, ertaga yana shaharga borishga ruxsat oldi va shahar borish bir bahona edi. Maqsad Edgar bilan oshiq o'ynash. Max va nihoyat 500 yil deganda xotinidan shubhalanishni boshladi. Uning tez-tez shaharga qatnayotgani erkakning rashkini keltirib, sotib olgan narsalarni ko'rsatishini talab qiladi va ayol shkafdan qutini chiqarib, erining basharasiga uloqtirib yubordi. Max esa qilgan ishidan pushaymon bo'lib, xotinidan kechirim so'raydi va u kechirishi uchun til polvonlikni boshladi. Keyingi uchrashuvda Edgar ayolga uni yoki erini tanlashni talab qilganda, ayol Edgarni tanladi, biroq o'g'li Charlie'ni Maxga berib qo'ymoqchi emas. Shifoxonada doktor Cliff to'g'ridan-to'g'ri Stellaga Edgar bilan uchrashib yurganingni bilaman qanjiqchi. U juda ham yomon odam degan so'zlarni nagli aytdi va u o'z xotinini o'ldirib shifoxonaga yotqizilgani haqida ogohlantiradi. Cliffning so'zlariga ko'ra Edgar xotinini ko'zlarini o'yib, boshini esa skalpelda kesib tashlagan, lekin sevgining ko'zi ko'r bo'ladi degandek Stella uning gaplariga ishonmadi va narsalarni tezda yig'adi. Ayol Edgarning tashlandiq binosiga ko'chib keldi va ular 3 kishi bo'lib yashay boshlaydi. Nick esa Tretilishni. Edgar doim haykaltaroshlik bilan ovora va Stella zerikib ketganidan bozorga chiqib ketishga ruxsat oldi. Bozorda sayr qilib yurganda esa Nick uni orqasidan poylab yurganini ko'rib qoladi. Ayol jahli bilan uyga kelib Edgarga "Hali menga ishonmayapsanmi?" deb baqiradi. Edgar esa uni tinchlantirish uchun arig'ining o'rtasidan barmog'ini yurg'izdi. Nick esa bir chekkada suvoqqanicha kuzatmoqda. Rojdestvo bayramida Stella o'g'lini juda ham sog'inayotganidan noliydi va ziyofatdan so'ng Nick ham ayolni sevib qolganini tan oldi va ular o'pishadi. Buni ko'rgan Edgar esa Nickni o'limicha qilib kaltaklaydi.
Ertalab Nik ayolga Edgarning psix ekanini aytib birga qochishni taklif qiladi, ammo Stella rad etdi va kechqurun Edgarning rostdan ham jinnicha harakatlar qilayotganini tushunadi. Ertasi kuni Stella yana bozorga chiqishga ruxsat olib, tasodifan Nik bilan uchrashib qoldi va Edgar uni kuzatib yurgan ekan, ular suhbatlashib o'tirganini ko'rib qoladi. Shuning uchun ayol uyiga kelganda, erkak uni birinchi marta shafqatsizlarcha urib, shapaloq bilan labini yordi. Yetmaganiga sotib olingan olmani zaharlanganda bo'ylab ayolning o'ziga majburlab yediradi. Ertasi kuni Stellani boshpana yonida politsiya ushlab qamoqqa joylab qo'ydi, lekin bir necha soatda Max kelib, o'g'li ona mehriga muhtojligini aytib, uni ozod qiladi. Ma'lum bo'lishicha, Peter Cliff kasalxonaga yangi direktor bo'lgan va Maxni ishdan bo'shatgan. Shuning uchun erkak o'g'lini olib Walesga ko'chib o'tgan. Stella o'g'lini ko'rganda 90 gradusga o'zgardi va o'zini aybdor his qilib, kuni bilan vino ichadi. Ammo bir muncha vaqt o'tgach, u nihoyat yana oilaga qo'shildi. O'g'li bilan munosabat yaxshilandi va hattoki eri bilan to'shakda birga bo'ldi. Bu vaqtda Edgar Maxning sobiq ish joyiga qo'ng'iroq qilib, hamshiradan Wales haqida bilib oldi va Cliff Edgarning ovozidan tanib, Maxni ogohlantirib qo'yadi. Sening yashash manzilingni bilib qoldi deb. Shuning uchun Max qochib yurgan psixning paydo bo'lish ehtimoli haqida politsiyaga xabar berib qo'ydi. Kechqurun Edgar Maxning yangi ishxonasiga yashirincha kirib, u yerdan uy telefon raqamini bilib oladi. Ertasi kuni u Stellaga qo'ng'iroq qilib uchrashuv belgilaydi. Ayol u aytgan joyga boradi, lekin to'satdan politsiya paydo bo'lib, Telbani qo'lga olishdi. Max esa jahli bilan Stelladan uni endi unutishini talab qiladi. Bir necha haftadan so'ng Charlie va onasi maktab bilan ekskursiyaga bordi va u yerda o'qituvchi ularni atrofga tarqatib, qiziqarli narsalar topib kelish vazifasini beradi. Stellaning o'g'li daryoga tushib, bankada baliq tutishga qaror qiladi. Onasi esa qirg'oqda qolib, o'g'lining yiqilib tushib cho'kib ketayotganini baqirib tomosha qilardi, lekin qutqarishga harakat ham qilmaydi. Uzoqdan o'qituvchi buni ko'rib, yugurib bolakayni suvdan olib chiqdi, lekin afsuski kech bo'lgandi. O'g'lining dafn marosimida Max Cliffga bundan keyin Stella haqida hech narsa eshitishni xohlamasligini aytdi va Cliff ayolni o'z klinikasiga o'tkazdi. 6 hafta o'tgach Cliff Stella bilan muloqot qilganda Edgarga bo'lgan his-tuyg'ulari o'g'lining o'limidan so'ng yo'qolganligini tushunadi va hatto sobiq sevgilisi aynan shu yerda davolanayotganini bilsa ham panagini buzmadi. Shundan so'ng qarichol Stellani xonasiga taklif qilib, hamma yalagan go'shtni men ham bir yalay deb turmush qurish taklifini berdi va yaqinda bo'ladigan balga uni ham olib bormoqchi. Stella esa oxirgi marta Edgar bilan uchrashishni so'raydi. Keyin Cliff Edgarning yoniga borib, Stella bilan turmush qurayotganini aytib maqtanib qo'ydi va balda oxirgi marta u bilan uchrashishing kerak deb buyruq beradi. Balkoni Stella Edgar bilan birinchi marta raqs tushgan libosini kiyadi. Buni payqagan Cliffning jahli chiqib, Edgarni yarim yo'lda xonasiga qaytarib yubordi. Stellani esa u uxlab qolibdi deb aldaydi. Ziyofatdan so'ng Stella bir guruh ayollardan ajralib tomga chiqdi va tepalikdan o'zini tashlab yubordi. So'nggi so'zlari esa: "Meni yolg'iz qoldiringlar." Shundan so'ng Stellani sevib qolgan 3 erkakning hayoti usiz ham davom etadi. Edgar klinikada umrining oxirigacha yashaydi. Cliff esa shifoxonani boshqarishda davom etadi va Max esa qabristonga 2 oila a'zosini ziyorat qilish uchun keladigan bo'ldi. Endi nima ham deymiz bu kino haqida? Bolakay jalqa ketdi, Stella esa chiroyli hayotini qasiga tiqvordi. Film haqida o'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha